Assalomu alaykum hammalaringizga yana bir bor. Bugun 22-aprel 25-yil. Bitta katta zakazimiz tayyor bo'ldi. 2,5 metrlik 10 ta ko'rpachamiz, 6 ta 60 ga 60 yastug'imiz, 2 ta katta ko'rpamiz, 2 ta spalniga mos keng ko'rpalarimiz. Mana yig'ilgan holatini ko'rib o'zlaringiz baho beringlar. Hozir men sizlarga yig'ma holatini ham ko'rsatib o'taman. Yastuqlarimizni ichiga hammasiga alohida qop qilib, paxtasi solib tikilib, keyin po'paklik zamoklikka kiyitilgan. Ko'rpachalarimizga esa 7 ta qavlish yurilgan. Mana yig'ilgan holatlarni ham ko'rishlaringiz mumkin. 10 ta 2,5 metrlik ko'rpachalarimiz, 6 ta 60 ga 60 yastuqlarimiz, 2 ta katta ko'rpamiz, 2 ta keng ko'rpamiz. Keng ko'rpalarimiz 1,80 ga 2,20 razmerga spalniga mos. Mana hammasiga lablibochalariga bir xil bezakcha qilingan. Bemalol ko'rib o'zlaringiz yig'ilishlariga ham e'tibor beringlar. Bironta joyisi do'qqa bo'lib, paxtasi yig'ilib qolmagan. Kimga shunaqa komplektlar kerak bo'lsa, bemalol murojaat qilsalaringiz, tikib tayyor qilib beraman. Telefon raqamimni videoni ustiga qoldiraman. Bemalol telefon qilishlaringiz mumkin.